أهلا وسهلا يا رمضان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, agar Ramazon kechasining avvalgi kechasi bo'ladigan bo'lsa, shaytonlar kishanband qilinadi va jinlarning kattalari ham hibsga qo'yiladi dedilar. Va jahannam eshiklari yopilib, undan biror bir eshik ochilmaydi. Va jannat eshiklari ochilib va biror bir eshik yopilmaydi. Va bir nido qiluvchi nido qilib aytadiki: ey yaxshilikka harakat qilguvchi, yaxshilik uchun yuzlangin. Va ey yomonlik qilguvchi, yomonligingdan to'xtagin deydi. Alloh taoloning mana shu kechalarda, Ramazon kechalarida ozod qilguvchi qullari bor, jahannamdan ozod qiluvchi qullari bordir. Va bu har kecha bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ramazonning avvalgi kechasida shaytonlar kishanband, jinlar kishanband qilishini aytayaptilar. Va jahannam eshiklari yopilib, undan biror bir eshik ochilmasligini va jannat eshiklari ochilib va biror bir eshiklar yopilmasligini aytayaptilar. Va bir nido qiluvchi nido qilib aytadiki: ey yaxshilikka harakat qilguvchi, ey taqvodor banda, Alloh taoloni vajhini ko'zlagan kishi Alloh taolo uchun qiladigan ishingni qilgin, yaxshi ishlaringni ko'paytirgin. Ey yomon ish qilguvchi, yomon ishingdan to'xtagin deb nido qiladi. Va Alloh taoloning har mana shu Ramazon kechalarida do'zaxdan, jahannamdan ozod qiluvchi qullari bor. Bu har kechada bo'ladi.